Bir salavatni o'qidik, esinglarda bo'lsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadaril azimil jahi va ala alihi va sahbihi va sallam. Man lazama kulla yawmin marratan wahidatan la yakhruju min ad-dunya. Agar bir odam shu salavatni har kuni bittadan o'qiysa, bir dona o'qib qo'ysa yoki namozdan keyin 5 vaqt namozdan keyin bir donadan o'qib qo'ysa, inson dunyodan vafot bo'layotgan daqiqada Azroil alayhissalom bizga yo'liqayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari kelib turar ekanlar. Nima deydi? Ya fawza man yusalli kulla yawmin ba'da salatil maktuba. Farz namozdan keyin bitta o'qib qo'yayotgan, ey zafar topgan odam, xotirjam bo'l. Iymoning o'zingga hamroh bo'ladi. Jonni omonatni topshir der ekan. Mana shu bizning maqsadimiz o'zi shu-ku. Shuning uchun muhtaram jamoat, salovati sharifaga bemuhabbat bo'lmash kerak. O'qing, rohat toping. Hayoti dunyodagi birorta kamchiligingizga o'zi salovat o'zi kifoya qiladi. Inson dunyoda xorlik, muhtojlik hech narsa ko'rmaydi. Eng rohatligi atrofingiz nurga to'lib turadi. Xudoy taborak va taolo qanaqa gunohingiz bo'lsa Alloh kechib yuboradi. Xudoy taolo o'zi hammamizga shu salovati sharifaga bo'lgan mehrimizni, muhabbatimizni yanada Alloh ziyoda qilsin ilohim.